Ushbu do'kon uchun zo'r yangiligim bor. Xudo xolasa hozir sizlarga men aytaman. Faqatgina oy oxirigacha bo'ladi. Ozgina sabr qilib tursanglar, videoni oxirigacha ko'rsanglar, rahmat deysizlar. Qani ketdik. Ushbu do'konga keldik. Xudo xolasa zo'r yangilik bor sizlarga. Yangilikni oxirigacha ko'rsanglar, videoni ko'rasizlar. Bilib olasizlar. Mushukchamiz quloqqan ekan, xayrli qilib. Xo'p, ko'cha jimjit, hamma yoq sokin. Okay. Men bugun ulgura olmayman, bora olmayman deganlarga shu videoni saqlanib qilib qo'ying. Saqlanib qilib qo'ysangiz, kelib ko'rsatsangiz, shunaqa qilib berishadi. 397 dan sotishyapti bolalar. Agar shu video orqali kelgan bo'lsangiz, oy oxirigacha sizga 350 dollardan qilib beramiz. Bu tovarlarni 350 dollar turgur, 400 dollardan ham olib keltira olmaysiz. Bunaqa tovarlar yo'q hech qayerda. Mana, ko'rayotgan bo'lsanglar, tovarlarni hech qayerdan olib keltira olmaymiz shunaqa. Mana, ko'ryapsizmi? Tovarni prosta borsiga ahamiyat qilaylik mana. Bunaqa tovarlar hech qayerda yo'q, ishoninglar. Fikirsiz ham to'g'ri kelmaydi narxiga. Xo'p, bu tovarlar ham xuddi shunga 350 dollardan qilib berishadi. Bu yerda vyaznliklarimiz ancha arzonroq. Mana bu yerga yangi kelgan vyaznliklar bor. Bular 40% dan 50-35% dan shunga qilib berishyapti bolalar. Endi okay, men 3-qavatdan, 2-qavatdan ko'rib qo'ygan tovarim bor. Shuni ham ozgina kelishtirib bering deganlarga, xayrli qilib xudo xolasa sizlarga 55% dan qilib beraman. 55% dan xudo xolasa kelib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Faqat shu videoni ko'rsatasizlar. Okay, qilib berganlar. Mana bu tovarni qaranglar. Uzunligi почти 1 metrlik. 350 dollarga bugun olib bera oladimi? Olib bera olmaysizlar. Shuning uchun kelib xarid qilib olinglar. Hozir 2-qavatdan ham ko'rsataman. Bu yerda juda ham zo'r tovarlar bor. Kelib sarpaga olsangiz, xaridni yo'q qilib olmasangiz, sarpaga xudo xolasa olib qo'ysangiz, qutulib olasiz. 2-qavatga ham chiqib oldim. 2-qavatda qizlar uchun вообще shikalat tovarlarimiz bor. Hammasini zakonli qilib yig'ib qo'yganmiz, bilasizlar. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Mo'l-ko'l. Voy, menga qarang, qizlar. Sizlarga ham tegishli. Xaridni yo'q qilib olmaylar. Xaridliga xudo xolasa kelsanglar, skidka qilib beramiz. Maza qilib olasizlar. Xudo xolasa ertaga boy sifat bo'lib, kelinlik uyingizga ham xudo xolasa chiroyli tarzda borasiz. Mana. O'zing uchun o'lyadim deydi-yu, qizlar sizga tegishli bu narsa. Olib qo'ysanglar, xudo xolasa rahmat deysizlar, ertaga siqqini maza qilib kiyib yurasizlar. Naturalniy narsa, o'lmaydigan narsa. Tilla oldingiz nimaga, shu oldingiz nima, farqi yo'q. Kelib olishni tavsiya beraman. 3-qavatda ham zo'r tovarlar bor, bilasizlar. Ko'rsatib o'tirishim shart emas. Kelsanglar, ko'rib, tanlab olaverasizlar. 2 ofitsialniy garantiya bilan maza qilib keyin kiyasizlar. Sog' bo'lasizlar.